Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, bizni tomosha qilib turgan aziz tomoshabinlar, bizni jonajon obunachilarimiz, hammalaringga salomlarimizni aytamiz. Bizlar sizlar uchun o'z brigadamiz bilan mana shunday katta qurilishlarimizni ish jarayonlarini yoritib borishga harakat qilyapmiz. Xo'p, bu ishlarimizni manzillari hozir Qo'qonda, obyektimizni, uchastkamizni, shu qurilayotgan uyda razmerlari 16,5 ga 11,5 tagi polni podval bo'ladi. Mana shu qo'yayotgan betonlarimiz gidrozil shag'aldan quyilyapti. Sababi shibinlardan ko'p joyda quyilyapti, lekin toza gidrozildan bo'lgan shibinda ishlatilmayapti. Shuning uchun bir 2 yil atrofida o'tib sement o'z kuchini yo'qotyapti-da, to'kilib ustalarga jalaba tushyapti orqasidan. Sement az qo'shilgan degan ortiqcha gap so'zlar bo'lyapti. Shuning uchun biz eng to'g'ri tavsiyalarni uydagilarga aytyapmiz. Agar gidrozilda shibenidan, gidrozilda shag'alidan bo'lgan shibindan olib kelib materialni o'z bo'yningizga olsangiz, biz quyib beramiz. Bo'lmasa sizga to'g'ri tavsiya mana shu gidrozildan bo'lgan shag'aldan quyishni maslahat beramiz deb. Rasxodlari, sement rasxodlari ham 2 baravarga kamayadi. Sababi bunda irik toshi yo'q, mayda toshlari bor. Sivyaskasi ham zo'r bo'ladi. O'rtacha bir beton mishalkaga bir paqa suv quyilsa, shu suvga 4 kurak sement solinadi. 4 kurak sement solinib qilinganda, общий kubasiga hisoblaganda bir kubaga 200 kg sement ketadi. Bu degani kam emas, ko'p emas, 200 marka hisobida qo'shilay turgan bo'ladi sementga, betonimizga sement. Xudo xolasa o'ta baquvvat chiqadi. Ko'p joylarda bu narsalarni sinab ko'ryapmiz. Xudo xolasa qilayotgan ishlarimizga javob beramiz. Mana shunaqangi sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol ekranga telefon nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz, murojaat qilishlaring mumkin. Asosan biz Toshkent va vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. Hozirgi vaqtda brigadalarimiz yetarli. Xudo xolasa qancha ob'yem bo'lsa, shunga qarab o'zimiz brigadalarni ko'paytirib, azaytirib, shunga qarab ishni olib boramiz. Mana shu obyektimiz ham o'ta katta obyekt, birinchi etaji pastda, yerda tagida. Hozir polni bu kurgovoyga beton quyiladi, 3 metr atrofida. Balandligi hozir primerni maqib turibmiz. Keyin yo'ldan urug'ini otib, eng oxirida urug'larini ko'rib, shunga qarab bo'yini chiqaramiz. Hozir bu podvalimizda tagida hali ancha ishlari bor. Hali gidroizolyatsiyalar qilinadi, stechkalar quyiladi. Biz hozir uni quymadik, sababi mana bu apalapkalardan uncha oqqan betonlar stechkaning ustiga tushishi mumkin. Oxirida chista bo'lib qolmaydi. Uni o'sha pilta bosishdan oldin qo'yiladi. Mana o'rtada 6 ta stakan bor. Xudo xolasa ularda ham polni ishlarimizni yoritib boramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bizlar yaxshi kunlaringda xizmat qilishdan niyat qilganmiz. Agar shunday sifatli ishlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Albatta biz bu YouTube'da yangimiz.
Bizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, like bosmaganlar mehnatimizni qadrlab like bosinglar. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Xudo xolasa polni mash obyektimizni tomigacha bo'lgan ish jarayonlarini yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib obuna bo'linglar. Polni mana shu ishlarimizni boshidan oxirigacha mash